Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Assalomu alaykum, Sherdor. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Mirzohid aka. Xush kelibsiz. Ayni damda Toshkentdamiz. O'zbekistondan qarang, Germaniyada shuncha niyat qilib ko'risha olmay Toshkentda ko'rish nasib etdi. Xush kelibsiz. Katta rahmat. Taklif uchun birinchi o'rinda. Endi nasiba shu yerda ekan, shu yerda bu podkastni olib qo'yaveramiz, xudo xolasa. Ko'pchilikka manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, asosiy mavzuyimiz nima bo'ladi? Germaniyada Ausbildung qilish, ya'ni Ausbildung bu ham siz sohangizda, ya'ni IT sohasida, informatika sohasida Ausbildung qilish. Bu juda ko'pchilikka qiziq ayni damda. Hozir bilamizki, yana AI'lar, ya'ni sun'iy intellekt juda rivojlanib ketyapti. O'shanga Germaniyada ko'pchilik mana shu sohada o'qish niyati bor yoki bunga qiziqish ortib boryapti. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha ochib berishga harakat qilamiz. Imkoniyat darajasida, bilimiz kelgan darajasida bugungi podkastda tomoshabinlarga, ya'ni kuzatuvchilaringizga soham bo'yicha va hozirgi kunda o'zgarishlar bo'yicha ma'lumot berishga harakat qilaman. Umid qilamiz, xudo xolasa, ketkizgan vaqtlariga arziydigan podkast bo'ladi deb umid qilaman. Xo'p, Sherdor, qarang, siz necha yildan beri Germaniyada yashayapsiz? O'zingiz haqingizda qisqacha bir aytib bering. Xo'sh, ismim Sherdor Eshmamatov. Ko'pchilik tanimaydi, media sohasidan yiroqdamiz. Soham hozirgi kunda informatik Kaufman yoki Wirtschaftsinformatika degan bir alternativ yo'nalishi. O'zim haqimda qisqa gapiradigan bo'lsak, men 2021-yil oxirida Germaniyaga borganman. 3,5 yil deyarli, 4 yilga yaqinlashib qoldi. O'sha davrlarda au pair dasturi orqali Germaniyaga borganman. Au pair bo'yicha ketgansiz, to'g'ridan-to'g'ri Ausbildung emas. Xudo xolasa, bu oxirrog'ida au pair haqida ham qisqacha to'xtalib o'tamiz bu borada. Bu dasturga qiziqish shu koronadan boshlanishidan avval uyg'ongan, ya'ni internetda juda ko'p ma'lumotlar bo'lmasdi o'sha davrlarda. Izlanib YouTubedan, boshqa Telegram kanallardan qarab ma'lumot olib izlanganman. Ya'ni buni mustaqil o'zim qilib borganman. Ya'ni buni hech qanaqa konsaltinglarsiz o'zim bilan, ya'ni bitta ikkita bizdan avval qilgan qizlar, yigitlardan maslahat so'ragan holda qilib borganman buni. Au pair haqida qisqagina tushuncha berib o'tib keting. Nima o'zi au pair bu? Au pair dasturi bu 18 yoshdan 27 yoshgacha bo'lgan yigit qizlar uchun, ya'ni chet el fuqarolari uchun farqi yo'q, ya'ni Osiyo davlatlari, Afrika davlatlari yoki Yevropa davlatlaridan borgan tarzda, ya'ni Germaniyaga borib, bir nemis oilasida ularning farzandlariga g'amxo'rlik qilish, uy ishlarida, yengil uy ishlarida yordam qilish, shunaqangi kichik vazifalar. Agar yigitlar bo'lsa, ko'pincha shu Einkaufen, ya'ni sotib olib kelish, xaridlar qilish, plus bolalarni bog'chaga, maktabga olib borish pravasi bo'lsa, ya'ni haydovchilik guvohnomasi bor bolalarda shunaqa imkoniyatlar bor. Qizlarda endi odatiy bolalarni qarashi, yordamlashish, uy ishlarida, oshxona ishlarida yordam qilish, shunaqangi vazifalar. U yerning vazifasi yaxshi tomoni hech qanaqa bank hisoblari so'ramaydi. Biroz nima deydi, boshlang'ich til darajangiz bo'lsa, eplab ketish imkoniyati bor. Nemis tili, ha? Nemis tilidan, ya'ni bunga nemis tili talab qilinadi. Shuning uchun ko'p holatlarda o'zbeklarning tanlovi shu paytgacha au pair bo'lib kelyapti. Ya'ni bu qizlar uchun juda ommalashgan bir dasturlardan biri hisoblanadi. Zo'r. Endi ko'pchilik aytadiki, bu dasturga o'g'il bolalarga chiqish qiyinroq. Bu to'g'ri, bor gap. Lekin ba'zi holatlarda ba'zi oilalarga o'g'il bolalar kerak, aytganingizdek, bog'chadan olib kelish yoki uy xo'jaliklarida bo'lsa yordamlashish, shular nazarda tutilgan. Zo'r. Endi bu haqda alohida bir podkast qilamiz, xudo xolasa. Hozir asosiy mavzuyimiz, ya'ni Ausbildung, o'shanga ko'proq fokus beramiz. Xo'p, siz au pair bo'lib ketdingiz va to'g'ridan-to'g'ri Ausbildung boshladingizmi? Shunday, men au pairdan keyin to'g'ridan-to'g'ri Ausbildung boshlaganman. Jarayon menda nisbatan soddaroq va osonroq bo'lgan. Sababi Germaniyada avval, ya'ni 2020-yilgacha, ya'ni korona vaqtigacha, endi biz tilda yumshoq tilda aytganda oqsuyak siyosiy tizim bo'lgan. Ya'ni o'sha siyosiy tizimni qoidasi shunday ediki, eng yaxshi sohalar uchun birinchi o'rinda nemislar, ikkinchi o'rinda ya'ni Yevropaning, ya'ni EU fuqarolariga atalgan u joylar. Ya'ni u joylar o'shalar uchungina mumkin. Chunki bilmadim endi ular o'zlaricha nimani o'ylashgan, ya'ni
bu uchinchi davlat fuqarolari, aslida bu ayirma so'z, uchinchi davlat ayirmakashlik, lekin o'sha yumshatilgan davrga to'g'ri kelganman va bu sohada ausbilding qilish imkoniyati menda bo'lgan, alhamdulillah deymiz. Yaxshi o'xshagan, ya'ni qiyinchiliklar ko'rmaganman boshlay olish uchun. Siz Germaniyada bo'lgansiz va o'sha sohaga topshirgansiz, lekin talablar bir xil bo'lgan-ku, to'g'rimi? Qanaqa talablari bo'lgan sizda mana shu informatika sohasida ausbilding qilishingizga? Informatika sohasida ausbilding qilish, ya'ni meni soham sal tushuntirish berib o'tib ketdi. Ya'ni informatik Kaufman yoki hozirgi kundagi nomi Kaufman for IT System Management deyiladi. Bu sohani yaxshi va yomon tomonlari o'ziga yarasha bor, har qanday kasb kabi. Men aslida harakatni boshlagan paytim Fachinformatika für Anwendungsentwickler degan soha bo'ladi. Hozir ham bor. Ya'ni bu dasturchi, bizdagi kod yozadigan dasturchilarning vazifalari edi. Va menda o'sha davrda bilimlarim yetmagan bu dasturchilik qilishga. Chunki ulardagi talablar odatda dasturchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz ular sizdan ko'p tillarda hech bo'lmaganda bazis darajada kodlashni so'ragan, ya'ni talab sifatida qo'yishgan. Menda kommunikatsiya yaxshi bo'lganligi uchun til darajam juda zo'r bo'lgan demayman, chunki necha til daraja bilan ausbilding boshlagansiz? Sertifikat menda bo'lmagan, hozirgacha ham yo'q. Boya aytib o'tdingiz, hozirga shuncha yil Germaniyada yashab, hech sertifikatga topshirib ko'rmaganman deb aytdingiz. Menda shu sertifikat bo'lmagan, o'shanligi uchun endi so'ramagan ko'p joylarda. Shuning uchun o'sha davrdagi til darajam men B1 atrofida deb o'ylaganman. Lekin nima deydi, bu qandaydir omad kelishidir, shunaqadir o'xshab qolgan, ya'ni shartnomalar olganman, ausbildingimni boshlash imkoniyati bo'lgan, ya'ni o'sha davrda keyin til darajamni o'stirib borganman. Majbur bo'lgansizda, chunki o'qish bu to'liq nemis tilida bo'lib o'tadi, imtihonlar ham nemis tilida topshiriladi. Xo'p, mana shu joyda qisqacha bir yoritish kiritib o'tamiz. Miflar bor. Ausbilding boshlash uchun kamida, ya'ni IT sohasi bo'yicha, ya'ni informatika sohasi bo'yicha kamida B2 bo'lmasa C1 talab qiladi degan tushunchalar bor. Lekin hozir sizni aytayotgan fikringiz bu tushunchalarni sindiryapti. O'zi odamlarda bor, ya'ni o'zi uchun yoki ba'zi narsalar uchun chegaralar qo'yadi. Ya'ni shu chegaralar uni qo'rquvga aylantirib, o'sha qo'rquvlar insonni oldinga harakat qilishiga yoki menda o'xshamaydi degan fikrni tug'ilishiga anaqa qiladi, majbur qiladi. Ya'ni men shunchaki sabablarni qildik, tavakkalni Allohga qilib, shu bilan ishni boshladik. Qanaqa bo'lgan? Men to'g'risi juda ko'p joyga jo'natganman. Ya'ni vazifam, ya'ni operlik davrimdagi ishim vaqtim bo'lishi bilan beyo'rg'on qilish bo'lgan. Nechta joyga ariza topshirgansiz? 400-500 taxminan 400-500 ta joyga ariza topshirib, bitta joydan to'lasini olgansiz. Menda takliflar ko'p bo'lgan, ya'ni takliflar deganda 2-3 ta joydan gishbeklar bo'lgan, 2-3 ta joydan olish uchun takliflar bo'lgan, ya'ni shartnoma berish uchun. Bitta joyda, ya'ni o'sha paytda men ausbildingimni, bunga yana keyinroq yana to'xtalib o'taman. Ausbildingimni Tyuringen o'lkasining Yena shahrida boshlaganman aslida. O'sha joyda birinchi shartnomamni olganman va 2022-yilda kuzda, ya'ni avgust oyida ausbildingimni boshlagan bo'lsam, o'sha davrda menda rosta kamiga hech qanaqa sertifikatlar, bunaqa narsalar so'ramagan. To'g'ri, Ausländerbehörde bilan, ya'ni migratsiya, ya'ni bu yerdagilarga tushuntirib o'tay, ya'ni migratsiya bo'limi deymizmi, ya'ni bu migrantlar bilan ishlaydigan bo'lim ozroq izoh so'ragan. Sen nega bu sohadasan, eplay olasanmi degan mazmunda, ya'ni mumkin emas aslida senga deb turib, ya'ni tushunmovchiliklar olib kelmoqchi bo'lishgan. Buni o'sha payti borib FOART, ya'ni o'sha joyning o'zida tushuntirganmiz. Boya o'sha sohani, o'sha narsani aytib o'tdingiz, ya'ni kosmoterim dedingizmi? Menda o'sha holat ham qulay bo'lgan. O'zi omad yaxshi ko'p kelavergan, bilmadim omadmi boshqa narsami bu. Biz rosta kamiga nima deydi, diskussiya holati bo'lgan, ya'ni menga qarshi chiqishgan. Ruxsatnoma berishda ozroq qarshi chiqilgan. Buni men Arbeitsagenturdan qaror deb o'ylamayman. Buni o'sha yerda ishlaydigan Zachbearbeit, ya'ni o'sha joydagi men bilan ishlaydigan vakilning
aybidir, balkim uning qandaydir irqchilik yoki bir millatchilik fikrlari tufayli bo'lgan deb o'ylayman. Lekin menda yaxshi tomoni bo'lganki, o'sha paytda men bilan birga oper vaqtimdagi gastmuterim, ya'ni men mehmon, ya'ni mezbon oiladagi xotin, o'sha ayol kishi men bilan borib, bu eplaydi, bu qiladi. Asosli rad berish uchun asosing bo'lsa, bizga yozma ber. Men o'zim qolganini advokatim bilan gaplashaman. Bu yoqni ko'ramiz degan gaplardan so'ng ertasi kuni o'zida bizga kerakli hujjatlarga qo'l qo'ydirib olishgan va u tez fursatda ishim bitib ketgan. Ya'ni Germaniyani shunaqa yozilmagan qonunlari bor. Bu narsa deymizki, hech qayerda yozilmagan yoki hech qayerda isbot qilinmagan, lekin baribir ham odamlar orasida bor. Ya'ni nemislar orasida bor. Buni tan olishimiz kerak. Ba'zi holatlarda baribir ham avvalambor nemislarni, keyin yevropaliklarni afzal ko'rishadi. Ya'ni 3-davlat fuqarolaridan tashqari. Balki ularni bu davlat fuqarolari bilan tajribasi kamdir. Balki ishonch ehtimollari kamdir. Lekin ayni damda bu narsa yo'qolyapti. Chunki Germaniya ham bilamizki, qarish davrida va majbur bo'lyapti. Lekin bundan bir necha yil avval shunday. Ya'ni bu narsada ko'p tajribamiz bor. Ya'ni o'zim bilan bo'lgan holatlar juda kam bo'lgan bo'lsa ham, ya'ni ayirmachilik, ya'ni millatchilik holatlari o'zim bilan juda kam bo'lgani bilan, lekin shaxsiy tajribada tanishlar, boshqalar orqali juda ko'p eshitganmiz, ko'rganmiz. Lekin yaxshi o'xshagan va shuning evaziga, ya'ni shu yerdagi diskussiyaning tomoni, ya'ni foydali tomoni bo'lganki, ya'ni bir ziyonning bir yaxshi tomoni bo'lgandek, men o'sha diskussiyadan so'ng BAB deydi, Ausbildungsbeihilfe, bu ham ko'pchilik uchun yaxshi informatsiya bo'ladi. Bu Ausbildung qilayotgan paytda davlat tomonidan yordam berish, ya'ni agar sizning Ausbildung oyligingiz kam bo'lsa, o'sha holatda davlat sizni qo'llab-quvvatlaydi. Hech qanaqa nima deydi, talablarsiz yoki qaytarib berish kerak bo'lgan pullarsiz davlat qo'llab-quvvatlaydi. Qanchalik summada stipendiyada, to'g'rimi bu? Bu shunchaki sizning Ausbildungdagi oyligingiz biroz kamligi evaziga davlat sen yaxshi yasha, sen yaxshi o'qi, sen bizga keraksan degan bir anaqani beradi. Nima deydi? Men bu narsani birinchi marta eshityapman. Boya aytib o'tganingizdek, ya'ni BAB, Ausbildungsbeihilfe. Ya'ni agar sizda oyligingiz kam bo'lsa, kam degani deylik, odatda Ausbildungda 1000 euro atrofida, 1200 euro. O'sha paytlar, ya'ni o'sha paytlar shu 900-850 norma bo'lgan bo'lsa, menda shu 100 euroga yaqin, ya'ni 80-90 euro kam edi. Lekin Ausbildungsbeihilfe men 325 euro olganman, ya'ni juda yaxshigina summa olganman. Deb qarasa, bir kishi meni job qilishi shart bo'lgan summani shunchaki olganman. Qo'shimcha ishlash mumkin bo'lgan sizga. Qo'shimcha ishlash ham mumkin bo'lgan. 10 soatgacha adashmasam. O'sha davrlarda 10 soatgacha mumkin edi. Lekin misol uchun Ausbildungsbeihilfening yaxshi tomoni bafoklardan, ya'ni u Germaniyada bunga o'xshash boshqa qo'llab-quvvatlaydigan tashkilotlar, bunga o'xshash dasturlar bor, ya'ni studentlar yoki shunaqangi Auszubildnerlarni qo'llab-quvvatlashga bu Ausbildungsbeihilfe qaytarib berilmaydigan yordam. Ya'ni siz buning uchun hech kimdan kelajakda qarzdor bo'lmaysiz va siz sotsial yordam qatoriga kirmaydi. Ya'ni erta siz mabodoki fuqarolik olish yoki boshqa jarayonlarda sizni tarixingiz qaralganda siz nima deydi, bir davlat tomonidan yashagan odam sifatida ko'rilmaysiz. Aksincha buni davlat qo'llab-quvvatlagan. Ya'ni sen qil, biz qo'llab-quvvatlaylik degan mazmunda bo'lgan o'sha narsa. Zo'r. Men birinchi marta eshityapman mana shu Ausbildung qilib turib, mana shu yordam olishini. Eng ko'pgina holatlarda o'zim guvohi bo'lganman, Ausbildung qilmoqchi bo'lganda, mana shu IT sohasida yoki bilamizki, talab yuqori, majburiyat, ya'ni bo'ynida majburiyati, mas'uliyati ko'p bo'lgan sohalarda puli kamroq. Bilasizmi? Masalan, bankda ishlamoqchi bo'lsangiz yoki IT sohasida Ausbildung qilmoqchi bo'lsangiz, stipendiyasi, ya'ni ishlaydigan pulingiz sal kamroq. Nisbatan kamroq. Masalan, meditsina sohasida qilmoqchi bo'lsangiz yoki qanaqadir texnika, gastronomiya sohasida yoki xizmat ko'rsatish sohalarida qilmoqchi bo'lsangiz,
oladigan summangiz ko'proq, ularda hech qanaqa qo'shimcha summa talab qilinmaydi. Lekin mana shu siz sohangizda O'zbekistondan turib ko'p rad olganlar bor. Bunga asosiy sabab birinchidan stipendiya kamligi, ikkinchidan boyagi aytib o'tgan narsamiz, ya'ni kamdan kam holatlarda IT, bank kaufman, bank kauffrau, ya'ni bankda ishlaydigan xodimlar va shunga o'xshash sohalarga rad javobini berishadi. Shunday. Ya'ni shu paytgacha, ya'ni o'zim Ausbildung ITda qilganimdan keyin ko'plab deymayman-u, 8 ga yaqin o'zimizning tanishlar, boshqa atrofimizdagi bolalarga shu sohada Ausbildung qilishga yordam qilganman, IT sohasida, ya'ni nima deydi, maslahatlar berish, qanday ish topish, qanaqangi ish topish uchun hujjatlar tayyorlash, shu jarayonda ko'p yaqindan yordam berganman. Endi kamtarlik bo'lmasin, bu kishi ayni damda o'z konsalting xizmatlari bor, Uzline, Eurolink Consulting Group. Eurolink Consulting Group ayni damda menimcha professional tarzda qilasiz. Siz nafaqat O'zbekistondan, balki eshitishim bo'yicha, xabarim bo'yicha boshqa davlatlardan ham vakillarni olib kelasiz, ya'ni yordamlashasiz. Shunday, ya'ni bu ishimiz ya'ni hobbidek narsa. Qachon kayfiyat bo'lsa yoki vaqt bo'lsa, hamyurtlarga va hamyurt bo'lmagan boshqa millat vakillari Pokiston, Hindiston kabi davlatlardan kelishida nima deydi, maslahatlar va amaliy yordamlar berib kelamiz. Shu odatiy sohalar, ya'ni ko'proq ishga, o'qishga, Ausbildungga. Tajriba menimcha yetarlidan ko'proq desak ham bo'ladi. Nechta odamga yordam bergansiz, nima deb o'ylaysiz shu vaqtgacha? Sanamaganmiz, ya'ni O'zbekistonda o'zidagini doimiy statistika olib boramiz, ya'ni rasmiy va norasmiy statistika deganday, bu konsaltingimizni ochganimizdan keyin aslida buni bir tanish akamiz bilan birgalikda ochganmiz. Bunda O'zbekistondan rasmiy statistika, ya'ni biz Eurolinkni ochganimizdan keyin 130 ga yaqinlashib qolgan, 130 ga yaqinlashib. Bu rasmiy. Norasmiy statistikada men avvallari, ya'ni aytsam bo'ladimi o'zi dengda. Norasmiy ancha ko'proq dengda. Norasmiyda men buni ochishimizdan avval juda ko'p OPRga kelmoqchi bo'lganlarga yordam qilganman. Endi u ham nimanidir o'rganish bo'lgan, ya'ni nima deydi, ular balki men uchun tajriba bo'lgandir, shulardan qilib hujjatlarni qilib, shu orqali tajriba yiqqandirmiz. Ular bilan hisoblasa 200 dan oshib qoladi. Ular bilan hisoblasa. Ham o'qib, ham ishlab, qo'shimchasiga yurtdoshlarimizga yordam berish. Ajoyib. Xo'p, qarang, endi o'zingiz sohangizga qaytamiz. Ausbildung sohasiga 3 yil o'qidingiz, a? 2 yildan ko'proq, 2,5 yildan. Odatda necha yil bo'ladi o'zi? Normal holatda Ausbildung 3 yil bo'ladi. Bu sohalarda, ya'ni men tugatgan soha yoki shunga yaqin sohalar, ya'ni hozirgi kunda IT degani bilan, misol uchun ko'pchilik o'ylaydi, IT ga bormoqchiman deydigan savol keladi. Misol uchun menga Telegramda yozsa yoki ijtimoiy tarmoqlarda, "Xo'sh, aniqroq ma'lumot oldingmi? IT ga deganda nima edi u? Qaysi biri?" Ya'ni misol uchun hozirgi kunda Fachinformatika für Anwendungsentwicklung degan, ya'ni programmistlar, keyin shu sotuvchimi, texnika bilan ishlaydigan, ya'ni sistem integrator degani bor. Plus hozir datenlar bilan ishlaydigan qismlar chiqib ketgan. Menikida esa hozirgi rasmiy nomi Kaufman für IT System Management deb yuritiladi. O'zbekchasiga IT sotuvchisimi? IT sotuvchisi, IT loyihalar sotuvchisi aniqroq to'g'ri keladi, ya'ni projekt menejmentga to'g'riroq keladi. Lekin 100% alternativ emas, endi o'sha soha, ya'ni yaqin soha. Yaxshi soha, ya'ni oylik berish solishtiradigan bo'lsak, ya'ni deyarli hozirgi kunda deyarli bir xil, ya'ni Ausbildungdan tugatib uchalasi ham deyarli bir xil. Faqat hozir programmiringda, ya'ni Anwendungsentwicklungda avvallari, mana bu sun'iy intellekt chiqishdan avvallari ko'proq topishgan. Ya'ni ular ko'proq oylik olishgan va ko'proq ish o'rinlari bo'lgan. Hozirgi kunda bu sun'iy intellektlar sababli bu narsalar sal kamaygan. Bozorda seziladimi hozir shu narsa? Albatta bozorda seziladi. Ya'ni misol uchun avvallari firmalar 3 ta 4 ta programmist, ya'ni Fachinformatika für Anwendungsentwicklung sohasiga Ausbildungda olgan bo'lsa, endi hozir o'sha bitta, ikkitaga kamaygan. Ya'ni chunki 3 kishi 4 kishi qiladigan ishni hozir sun'iy intellekt orqali bir kishi eplaydigan darajada bo'lib qolgan. Shuning uchun sal kamaygan. Boshqa sohalar, ya'ni texnika bilan, ya'ni qo'l mehnat aralashadigan IT sohalar bor, ya'ni sistem integratsionida ko'proq texnik va daten banklar va
cyber securityga ham aralashadi. Shu sohalarda esa talab yuqori va o'shalar yaxshi o'syapti hozirda. Ya'ni sun'iy intellektlarcha egallab olib qo'ygani yo'q o'sha qismini. Va inson omili aralashadigan, ya'ni bizning sohamizda ko'proq konsalting qilish, ya'ni bu yerda ham mijozlarni nima deydi, proyektning davomida boshidan oxirigacha mijoz bilan kontaktda bo'lish, shartnomalarni to'g'irlash va taklif berish, takliflar qabul qilingandan keyin ya'ni rasmiyatchilikdan tortib, ya'ni proyektni, ya'ni o'sha loyihani oxiriga yetkazishda biz qatnashamiz. Ya'ni ko'proq koordinatsiya ishlari bo'ladi. Amaliy o'zimiz qiladigan ishlardan ko'ra ko'proq koordinatsiya, tashkiliy ishlarda ko'proq bo'lamiz. Zo'r. Qarang, ya'ni nemis tiliga to'xtalib o'tdik. Endi ingliz tilini siz sohangizda o'rni qanday? Aynan meni sohamda so'rayotganim sababi ko'pchilik men ingliz tilini zo'r bilaman, nemis tilini qaysidir darajaga bilaman yoki nemis tilini o'rgandim, ingliz tili ham talab qilinadimi? Mana shu aynan Germaniyada IT sohasida o'qimoqchi bo'lsam degan savollar bo'ladi-da. Bu albatta juda o'rinli savol. Ya'ni ko'pchilikda ingliz tili bo'lishi kerak degan fikrlar uyg'ongan. Menda Ausbildung boshlagan paytim ingliz tilida nima deydi, boshlang'ich darajada juda bazis darajada bor edi. Undan keyinchalik biroz yaxshilaganman, lekin unda ham zo'r bo'lib ketmasa ham ishlayapmiz. Ishimizda muammolar yo'q, chunki bu firmaga bog'liq. Siz ishlaydigan firma agar Germaniyaning milliy firmalaridan bo'lsa deylik, ya'ni u yerda til nemis tili bo'ladi, o'sha tilda gaplashiladi. Asosan mijozlar ham nemis tilida muloqot qiladi. Qolgan xodimlar ham nemislar asosan. Kollegiyalar, ya'ni xodimlar ham nemislar va suhbat ham nemis tilida bo'ladi. Agar internatsional bo'lsa, ya'ni boshqa joylar bilan to'liq ishlashadigan firmalarda bo'lsa, sizga ingliz tili kerak bo'ladi albatta. O'qish jarayonida biroz, ya'ni bazis ingliz tili bilan ham eplab ketsa bor. Eplab ketganlar ham ko'p, eplayotganlar ham bor. Imkoni bor narsa bor. Tushunarli. Ya'ni ingliz tili bu qayerga topshirishingizga bog'liq. Lekin Ausbildung boshlash uchun aksariyat holatlarda majburiy emas. Ya'ni juda muhim o'sha narsa bo'lmasa bo'lmaydi. Bu talab degan narsani o'zimiz uchun qo'ymasligimiz kerak, chegara sifatida belgilamasligimiz kerak. Tushunarli. Zo'r. Xo'p, qarang, oyliklar haqida qisqacha aytib o'tdingiz, ya'ni aytdingizki, ilgari yoki umuman olganda programmistlar nisbatan yuqoriroq oylik oladi. Bu tabiiy, chunki ular katta proyektlar bilan ishlaydi va dohodi ham, ya'ni kirimi ham shunga qarata bo'ladi. Endi siz sohangizda, ya'ni IT Kaufman, informatik Kaufman sohasida boshlang'ich oyliklar qancha? Ya'ni Einstiegsgehalt deydi. Bu Bundeslandga qarab farq qiladi. Solishtiradigan bo'lsak, eng yuqori oylikni beradigan Bundeslandlar shu Bayern bilan Baden-Württemberg. Ko'pchilik biladi, buni ko'p marta aytishgan. Baden-Württemberg nisbatan Bayernga nisbatan ko'proq beradi odatda. Industriyaga asosan. Shunday. O'shanligi uchun u yoqda ko'proq to'lanadi. Bizda, ya'ni Bayernda o'rtachasini olaylik, ya'ni past va yuqorisini hisoblasa 3,5 ming euro brutto bilan boshlashadi odatda. 3,5 ming brutto. 3,5 ming euro brutto bilan boshlasa, ya'ni Ausbildung tugatdingiz, sizda tajriba ko'p emas deyarli. Yo'q, faqat bitirgansiz bo'ldi. O'sha bilan 3,5 ming atrofida, ya'ni yillik 45 ming bilan 50 ming orasida. 50, okey. Bu Germaniya statistikasi bo'yicha nemislar ham topadigan o'rtacha oyligi shu 45 ming bilan 50 ming orasida. Aksariyat nemislar mana shuncha daromad ko'rishadi. Endi albatta sohasiga qarab. Xo'p, endi bir necha yillik tajribaga ega bo'lsangiz va kattaroq proyektlar olsangiz, tabiiyki oyligingiz ham qo'shimcha ortib boradi. Siz aytdingizki, proyektlarni bitroyin qilsa, ya'ni parvarishlasa, qarasa, ya'ni qo'shimcha nimalari bor dedingiz, so'shlaklar. Ya'ni qo'shimcha hozir O'zbekistonda bu narsa rivojlanyapti, ya'ni KPI deb qo'yadi, ya'ni qilgan ishiga nisbatan oyligini ko'proq olish, yaxshi ishlaydiganlarga ko'proq oylik berish kabi narsalar. Endi qaysidir ma'noda to'g'ri talqinda yoki noto'g'ri talqinda qilinayotgandir. Endi Germaniyada nima bo'ladi? Provizion degan narsa bor. Ya'ni o'sha xodimni motivatsiyalash, ya'ni ishiga nisbatan mehrini oshirish uchun qilayotgan ishidan, ya'ni albatta soliqlarni chiqarilgan, boshqa narsalar chiqarilgan holatda, albatta ish beruvchiga ziyon bo'lmagan holatda provizion degan narsa bor. Ya'ni siz
o'sha proyektdan ulush olasiz. Ya'ni deylik, o'sha siz bitta proyekt amalga oshirdingiz, bitta proyektning narxi bir 10 ming euro bo'lsa, o'sha 10 ming euroda qatnashgan xodimlar 5 kishi qatnashdi deylik. 5 kishi o'sha 10 ming euroni topish uchun umumiy bir 20 soatdan ko'proq vaqt ajratdi deylik. O'sha soatlar ajratiladi. Misol uchun 4 kishiga 4 soatdan yoki 5 soatdan tushishi mumkin yoki odatda bu proyekt menejment qilgan odamda sal ko'proq bo'ladi. Chunki bu javobgar shaxs bo'ladi. Frey bo'ladi-ya, pochta ishlaklar yoki shunaqa shtoyersiz bo'ladi. bu degani to'g'ridan-to'g'ri qistangizga kelib tushadigan summa hisoblanadi. Odatda normal ishlab turilsa va normal soatlar bo'lsa, endi buni ham kami va ko'pini to'g'rilab aytganda 400-500 orasida provizion ishlash mumkin. Ya'ni alohida. Bu sizning brutto oyligingizdan tashqari. Zo'r. Xo'p. Endi keling, sizni sohangiz bu barqaror soha, bilamizki. Xo'p, lekin bu degani doimiy shunday bo'lib qoladimi? Hozir ko'pchilikda o'ylantirayotgan narsa IT sohasida, informatika sohasida sun'iy intellekt o'rni deyapmiz. Siz qanchalik darajada sun'iy intellektga kirib keldingiz? Sun'iy intellektning o'rni albatta hozir faqat men informatikada demagan bo'lardim. Sababi juda ko'p ishlar hozir avtomatizatsiya bo'lyapti. Ya'ni avvallari inson omili bo'lgan jarayonlardan hozir ko'proq robotlashtirish, shunaqangi narsalar ketyapti. Albatta bu ta'sir qilyapti. Ya'ni bu shunday narsaki, sun'iy intellekt o'zi qaysidir kasblarni o'rnini egallagani bilan o'zi yangi sohalar ochib beryapti. Bu o'rinda nima deydi? Sodda qilib aytganda, hammani qoni bir kosa ovqat bilan to'ygani kabi, lekin bu jarayonda o'sha narsa sun'iy intellekt meni ishimni olib qo'yadi, erta men o'qiganimning kelajagi yo'q, undan ko'ra men boshqa narsa o'ylashim kerak deb turib to'xtab qolish yaramaydi, noto'g'ri narsa. Chunki sun'iy intellekt boshqa narsalarda ham bor. Ya'ni siz oddiygina o'ylab turgan tarjimonlik kasblari. Mana hozir tarjimonlik kasblari deyarli yo'qolib ketish arafasida. Bu informatika emas aslida. Farqi yo'q bunaqa narsa. Yoki zavodda ishlayotgan, ya'ni biron bir narsa ishlab chiqaradigan zavodda ishlayotgan joyini robotlar egallayapti, o'sha joyni. Bu ham aytiga aloqasi yo'q narsa edi, lekin o'sha joy egallanyapti. Shuning uchun qanday kasb bo'lishidan qat'iy nazar o'sishda to'xtamaslik kerak. Ya'ni nimanidir o'rganib, shu sohasi bo'yicha yangiliklardan boxabar bo'lish kerak. Chunki kechagi siz va bugungi siz o'sha holatda o'zgarmagan bo'lsangiz, siz ertangi sizdan ancha orqada qolib ketgan bo'lasizda. O'shaning uchun taklif qilgan bo'lardim, hammaga tavsiya bergan bo'lardim, sodda qilib. Kasbning ahamiyati yo'q, siz o'zingiz ustida ishlamasangiz, baribir o'sha joy olinadi. Okay. Bu degani doimiy o'sishda bo'lish kerak. Qarang, boya savol berishdi. Mana endi sizga berishdi. O'qiganim ma'qulmi? Ya'ni universitetda o'qiganim ma'qulmi yoki Ausbildung qilganim ma'qulmi? Universitetda o'qisam qanaqa pluslarim bor va Ausbildung qilsam qanaqa pluslarim bor? Menga o'shanda bergan javobingiz yoqdi. Bir o'shani takrorlab o'ting. Bu qiziq holat, ya'ni kimning misol uchun nima deydi, insonning ijtimoiy holatidan kelib chiqib javob bera olasiz bunga. Yoshlar so'rashi mumkin-da, maktab tugatdim, o'qishga kirmoqchiman. Agar kimdir maktabni tugatdim, ya'ni hozir men litsey tugatdim, endi o'qimoqchiman, universitetda o'qisam yaxshimi yoki Ausbildung qilsam yaxshimi degan savol bersa, unga beriladigan bir nechta savollar bo'ladi. Agar sizni moddiyatlarga bog'lanib qoladigan joylaringiz bo'lsa, ya'ni sizni pulingiz ko'p bo'lmasa, oilada boquvchi roliga chiqib turgan bo'lsangiz yoki o'sha majburiyatlar yelkangizga keladigan bo'lsa, men studium qilishni, ya'ni universitetda o'qishni maslahat bermasdim. Sababi sizdagi ijtimoiy yuk, ya'ni O'zbekistonda bilaman, ya'ni bolalarga nisbatan yaxshigina ijtimoiy yuk bor. Bu degani Germaniyaga sen bording, soqqani qilishing kerak, albatta akangga, dadangga yaxshi mashina olib berishing kerak. Oshib ketsa bitta zo'r to'y qilishimiz kerak. Shunaqangi narsalar bilan chalg'itib qo'yish ehtimoli katta. Agar ijtimoiy bosim bo'lmaydigan holat bo'lsa, deylik, uning ota-onasi yaxshi ilmli odamlar va ular farzandidan
pul yoki qandaydir mablag', qandaydir sovg'alar umidvor bo'lmayapti va farzandini kelajakda karyera qilishini kutmoqchi bo'lsa, ularga men universitetda o'qishni maslahat berardim. Sababi universitet bilan Ausbildingning darajasi farq qiladi. Ya'ni universitet inson uchun katta maktabda juda katta maktab, lekin katta maktab bo'lganiga qaramay professionallar uchun maktab desak yaxshi bo'ladi. Sababi u yerda inson ko'p narsani o'rganadi, networking oshadi. Ausbildingda beriladigan bilimlar bilan universitetda beriladigan bilimlarda ham anchagina farq bor. To'g'ri, universitet juda ko'p nazariya bilan bog'langan, lekin o'sha nazariyani amaliyotga bog'lasangiz, sizda anchagina yaxshi kadr degan sifatlar paydo bo'ladi. Ausbildingda siz zo'r o'qishingiz mumkin, siz baholaringiz chiroyli tugatishingiz mumkin, hammasi chiroyli bo'lishi mumkin, lekin o'sha holatingizga siz universitetga boring, siz o'zingizni qanchalar bilimsiz demayman-u, lekin sizdagi daraja past ekanligini sezasiz. Qaysi holatda aniqroq seziladi bu amaliyotda? Universitetni bitirib kelgan xodim bilan Ausbilding bitirib kelgan xodimda qanday farqlash mumkin ish joyida? Chetdan qaraydigan bo'lsak. Deylik, bizda shunday holat bo'lgan. O'tgan yilning oxirida, ya'ni 2024-yilning oxirida ishxonamizga bir work student keldi, ya'ni ishlash uchun. Ya'ni unda tajriba yo'q. U hali o'qiyapti. O'qiyapti universitetda, unda biroz bazasi bor, ya'ni qayerlardadir kurslar qilgan, o'zini ustida ishlagan, universitetda o'qiyapti u. Endi tasavvur qilaylik, men o'sha joyda 1 yildan ko'proq, 1,5 yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsam, Ausbilding bitirib. Yo'q, Ausbilding qilayotgan davrlarimda ham o'zim uchun biladigan narsalarim bor. Ya'ni ishxona nima ish qiladi, ishxonaning maqsadlari nima, biz qanday tartibda ishlaymiz, nimani orqasidan pul keladi bizga va dasturlar biz qilishimiz kerak bo'ladigan ishlarni albatta qilib borganmiz, bilamiz, tushunarli narsa. Uning uchun 5-6 oy, 1 yilga yaqin yetarli o'rganib olishim. O'sha work student haligacha yaxshi amaliy ishlar qila olmaydi. Ya'ni unda nima deydi, nazariya yetarlicha bor, lekin unda amaliyotlar yo'q. Qiynaladi, lekin uning afzalliklarini aytadigan bo'lsak, ularda chuqur nazariya bor, ular o'sha narsani realizatsiya qilishda qiynalishi mumkin, lekin ular chuqurroq bilimga ega, biz yuzakliroq bilimga ega bo'lishimiz mumkin, ularda ancha chuqurroq bo'ladi. Menga agar 18 yosh bo'lib qolsam va ota-onam sen ijtimoiy yuklarni yig'ishtir, o'zing uchun karyera qurishing mumkin degan holat bo'lganda, ya'ni mendacha ijtimoiy yuk oilamdan bo'lmagan kuya, lekin baribir men o'sha yerda Ausbilding davomida oilali bo'lganman. O'zingizga o'zingiz majburiyatlar olganman. Shuning uchun bunday holatlarda agar inson ustida ijtimoiy yuklar, ijtimoiy majburiyatlar bo'lsa, Ausbilding tavsiya qilinadi. Agar karyera qilmoqchi bo'lsa, bemalol universitet o'qigan yaxshi. Okay. Xo'p, endi siz bitirdingiz va siz bilan birga kimdir universitetni bitirib keldi. Tabiiyki, ikkalangizni ham ishga oladi, masalan, oldi deylik, ha. Oylikda farq bo'ladimi? Pozitsiyada farq bo'ladimi? Bu juda qiziq savol, ya'ni men doimo alam qiladigan savol. Ya'ni haqiqatlar doim biroz achchiq bo'ladi, aytilishi kerak bo'lgan haqiqatlar. Misol uchun, deylik, bu menda ham, menga o'xshagan, birga o'qigan kollegilarimda ham bo'lgan. Tasavvur qilaylik, biz o'sha joyda 2,5 yil, 3 yil o'qidik, firmani boshidan ipidan ignasigacha bilamiz, qiladigan ishimizni o'sha professional demasak ham, o'sha sufridinayt deydi, ya'ni odamlar rozi bo'ladigan, ya'ni mijozlar ko'ngli to'q bo'ladigan darajada qila olamiz. Va hech narsa amaliy ishlar qo'lidan kelmaydigan oliy ma'lumotli universitetni tugatgan bir mutaxassis keladi. Ya'ni u nazariyalari bor, to'g'ri, unda juda chiroyli nima deydi, fah atamalar deydi, ya'ni fan atamalariga boy, bunaqangi o'zidan katta level yasab bo'lgan odam keladi. Lekin amaliyotda hech narsani qila olmasa ham, takliflar ularga ko'proq bo'ladi nisbatan oylik masalasida. To'g'ri, ular ish joy topishga qiynaladi. Universitetdan keyin aksariyat, ya'ni statistika ham aytadi, universitetdan keyin ish topish bilan Ausbildingdan keyin ish topishda farq juda katta. Ya'ni Ausbildingni tugatganini bittada oladi. Hamma joy juda ko'p tez olishadi, lekin o'sha joyda qolish ehtimoli katta. Shunday. Ausbildingda esa osonroq. Universitetda u joy topish kerak. U o'zini rostakamiga isbotlash kerak. Men shunaqa odamman deydigan darajada isbotlash kerak.
Shuning uchun lekin tajriba yo'q unda baribir. 1 yil kamida yaxshi narsalar o'rganish kerak. Baribir universitetda o'qib kelgan odam oylik masalasida biroz ko'proq oladi. Qo'lidan ko'p ish kelmasa ham Ausbildingga nisbatan. Endi to'g'ri, ba'zi sohalar bor, ya'ni bizning sohalarimizda bunchalik katta anaqa qilmaydi. Sababi bozor katta, Germaniyada IT bozor yaxshigina katta, ish ko'p. Bemalol savdolasha olasiz. Ya'ni har 6 oyda bemalol birodar, men mana ishlarni boplayman, shunaqa ishlarni qilyapman, men firmaga mana shuncha kirim olib kelyapman, demak men yaxshi oylik olishim kerak degan savdolash har doim bo'ladi. Oylikda oshir degan ma'noda. Shunday. Xo'p, endi bu ichki bozorga qarayapmiz. Ya'ni siz Germaniyada o'qidingiz, Germaniyada Ausbilding qildingiz, lekin chetdan o'qib kelganlar. Masalan, deylik O'zbekiston sharoitida kimdir bu yerda tatuni bitirdi yoki qanaqadir o'zi mustaqil tarzda dasturlashtirgandi. Ularga bozor qanaqa Germaniyada? Ularga ya'ni chetda o'qib, chetda diplomi bilan, deylik O'zbekiston diplomi bilan Germaniyada ishlash. Bu holatda, misol uchun bizda shu Yevropadagi programmistlarning guruhimiz bor, 200 dan ko'proq, 250 ga atrofida har xil dasturchilar va boshqa kasb egalari, ya'ni shu informatikaga oid. Ko'p muzokaralar bo'ladi, tortishuvlar, ya'ni do'stona diskussiyalar deylik, shunaqa narsalar bo'lganda tavsiyalar berishda chetda o'qib kelganlarda qiyin, ya'ni bozorga kirib olish, o'sha joyda o'rin topish oson bo'lmaydi albatta. Ulardan nemis tili, ingliz tili talablar va ishning ustasi bo'lish kutiladi. Ya'ni bilmadim nega shunday chet elda o'qib kelgan nima deydi, nomzod deylik, ish oluvchi integratsiya qilishda qiynaladi. Chunki tizimni boshidan bilmaydi. Qonun qoidalar bor-da Germaniyada. Misol uchun O'zbekistonda yo'q bo'lgan Datenschutz degan narsa bor. Juda ma'lumotlar xavfsizligi. Ya'ni O'zbekistonda qattiq ushlamaydi uni. Ya'ni u Yevropada esa birinchi o'rinda EUning, ya'ni Yevropaning o'zining ma'lumotlar xavfsizligi, undan keyin Germaniyaning o'zining ma'lumotlar xavfsizligi, bu jarayonda shunaqangi bilimlar, oddiy ijtimoiy bilimlar yetishmasligi sababli ikkilanishadi ishga olishda. Lekin topganlar ko'p, ular ishning ustasi edi, ular ishning ustasi bo'lganligi uchun ishni topib yaxshi joylarda ishlab yuribdi. Taniyman, tanishlarimiz ko'p. Ukrainada o'qigan, boshqa joylarda o'qigan, lekin bemalol hozirda Germaniyada o'zining ishini topib, o'zining pozitsiyasini egallab kelayotganlar yetarlicha. Men ikkita sohani bilaman. Diplom talab qilinmaydigan o'zi ikkita soha bor. Bu sohalar, birinchisi shofyorlar, hech qanaqa diplom talab qilinmaydi. Ikkinchisi programmistlar. Ya'ni bu 2022-yil, bundan oldin ham bo'lgan bo'lishi mumkin. 2018-yilda birinchi Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, ikkinchisida 2022-yilda korona kirishidan sal oldinroq Fachkräfte-Einwanderungsgesetz degan qonun chiqdi. Ya'ni chet ellik mutaxassislarni Germaniyaga jalb qilish, ya'ni Germaniya bozorini to'yintirish. Xo'p, bunda mana shu ikkita soha vakillaridan oldin ham balki bo'lishi mumkin, lekin fokusni ko'proq berdi. Sababi birinchidan shofyorlar yetishmaydi, buni bilamiz. Ikkinchidan mana programmistlar. Bozor programmistlarga ochiq. Ya'ni bilamiz, Germaniya byurokratik davlat, ko'p holatlarda diplom so'raydi, lekin siz ishingizni ustasi bo'lsangiz va kuchli mutaxassis bo'lsangiz, diplomsiz ham oladigan joylar yetarlicha topiladi. Lekin baribir ham Germaniya birinchi o'rinda diplom so'raydi. Buni ko'p holatlarda o'zim boshdan kechirganman. Bu o'zingizda ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Nuda. Shunday, ya'ni imkoniyatlar har doim bo'ladi ham. Foydalanish, o'sha narsani topish odamlarga bog'liq albatta. Lekin imkonsizning ham ichida imkon bor degandek harakat qilsa bo'ladigan narsa. Endi o'ziga ishongan bo'lsa, shunday qilsa bo'ladi, topshirsa. Bu ma'lumotlar tabiiyki yurtdoshlarimizga ancha foydali bo'ladi. Keling, endi baribir ham moliyaviy taraf muhim. Ya'ni aytilgan taraflari bor, aytilmagan taraflari bor. Hozir deylik, siz davlatdan yordam oldingiz, birinchi navbatda, undan tashqari yana 700-750 euro Ausbildung, ya'ni o'qish mobaynida pul oldingiz, ya'ni ham ishlab ham o'qiganingiz uchun yana qo'shimcha daromadlar qildingizmi bu borada? Ishladingizmi yana? Ya'ni keling, bitta Ausbildung qilayotgan odam qanchagacha daromad qila olishi mumkin o'rtacha? Bu endi hammaning holatidan individual kelib chiqadi.
Ya'ni kimlardir o'sha topgan puli o'zining xarajatlariga yetarlicha bo'lgan. Kimlarningdir topgan puli esa o'zi va boshqalarni ham biroz ta'minlashga yetgan yoki oilasini ta'minlashga hattoki. Menda shunaqangi edi, ya'ni davlatdan beriladigan beabey yordam puli plus o'zimni Ausbildungimdan olinadigan pul, qo'limizga shu 850-900 atrofida naqd tekkan. 900 endi bu birinchi yili, keyin 1000, undan sal o'sha naqd tekkan shu atrofda. Bu xarajatlar odatda nima deydi, o'zimizning boshlang'ich nima deydi, majburiy xarajatlar deylik. Ya'ni men Myunchenda Ausbildung qilganman. Bu qiziq jarayon, hali buni ham qisqa izoh berishim kerak, chunki Ausbildungimni men Tyuringenda boshlaganman. Yanada u yerda 7 oy Ausbildung qilgandan so'ng nima deydi, Germaniyaning qora tomonlari qisqa o'zimni nimadirja siqilgandek his qilganman. Sababi u yerda insonlar bilan qo'shilib ketish, ya'ni men o'ta kommunikatsiyada muammo ko'rmaganman shu paytgacha o'zimda, lekin o'sha yerda ozroq qiynalganman. Ya'ni odamga sezilmagan tarzda, ya'ni indirekt edi, ya'ni to'g'ridan to'g'ri bo'lmagan holatda diskriminatsiya, ya'ni sizda ayirish bo'ladi. Bu Sharqiy Germaniyada asosan, shunday, ya'ni qancha yuqoriga chiqib ketaversak, Berlin tomonga qarab, ya'ni Tyuringenlarcha endi hozirgi kunda ham yuragi, ya'ni AfD partiyasining yuragi o'sha yerlar, Zaxsning ikkalasi. Endi o'sha paytlarja odamni nima deydi, ijtimoiy holati o'ziga bilinadi, ya'ni biroz stressga berilasiz, keraksiz narsalarga asabiylashasiz, o'zingiz ustida yaxshi ishlay olmay qolasiz, chunki o'zingizga seziladigan darajada ayrilasiz siz. Keyin bu ham ko'pchilikka informatsiya bo'lishi mumkin, yaxshi informatsiya. Men Ausbildungimni bitiribini o'sha sohaning o'zida ish beruvchini almashtirganman. Ish beruvchi va o'qish joyimni ham almashtirganman. Ya'ni o'sha joydan davom etkazib ketgansiz lekin. 7 oy o'qiganman deyapsiz. 7 oy o'qiganman. O'sha yerda 7 oy o'qigan bo'lsam, undan keyin men Myunchenga kelganman. Bu yerda, ya'ni o'sha davrda, ya'ni birinchi o'rinda Ausbildungimni davom etayotgan paytimda men yangi ish joylari topganman. Ya'ni 3-4 ta joyda menga taklif berishgan, almashtirmoqchi bo'lganim paytim. 3-4 ta joyda taklif berishgan, bo'ldi, olamiz, kelsang shartnoma degan mazmunda. Men 2-3tasi, ya'ni bittasi bu Myunchen tomonida, bittasi Hannover tomonida bo'lgan. Eng qiziqarlilari shu, men Myunchenga qaror qilganman. Qimmat shahar bo'lsa ham albatta qiziq va ko'p millatli shahar. Shuning uchun Myunchenga kelishimni yaxshi tomonlari bo'lgan. Shuning sababli, ya'ni bu yoqqa Ausbildungimni almashtirganim sababli Ausbildungim qisqartirilgan. Ya'ni men Ausbildungimni 7 oyga yaqin, 6 oydan ko'proq u Tyuringenda qilgan bo'lsam, Myunchenga kelganimdan keyin Myunchenda meni yoshimni va tajribani hisoblab yana 7 oy, 6 oyga yaqin qisqartirishgan va men Ausbildungni Myunchenda 2 yil qilganman. Ya'ni umumiy 2,5 yil atrofida Ausbildung qilganman. Qisqartirishga imkoniyat berilgan menga. Ya'ni bu EHK degan tashkilot tomonidan, Industriya Handelskammer, o'shandan birdan taklif berilgan. Taklif ham bo'lmagan, ya'ni shunchaki majburiyat tarzida bo'ldi, sen 2 yil qilasan degandek berishgan. Tamom, o'sha bilan Ausbildungimni qisqartirgan tarzda qilganman. Lekin xarajatlaringiz ko'paygan Myunchenda. Myunchenda albatta xarajatlar karrasiga ko'paydi. Chunki kvartira topish, bilmadim, birinchidan 10 minglik, ya'ni juda qiyin. Ikkinchidan topsangiz ham narxlar shunaqa, ya'ni narxlar juda baland. Albatta bu Myunchenda kvartira topish o'zi bitta katta mavzu, muammo. Networking samara bergan, ya'ni tanishlar ko'p bo'lgan, boshqa bo'lgan, ko'pchilikning qo'llashi, ko'pchilikning izlashi orqali bemalol topilgan o'zimga. Necha pul to'lagansiz kvartiraga? Men Myunchenga kelgan paytimda 2023-yilning boshlari, 2023-yilda 500 dan ko'proq to'laganman. Bir o'zimga. Bir xonali? Yo'q, Vegining, ya'ni bitta Vegining, ya'ni общежитие, o'shaning bitta xonasi uchun 550 yaqin to'laganman. Yana 4-5 kishi bo'lib turgansizlar bitta nimada. Shunday. Undan keyin esa oila qurganman. Ya'ni men Ausbildung davomida oila qurganman. O'sha oila qurib, o'shanda bitta xonalik, ya'ni deyarli 1,5 xonalik wohnung topishga qaror qilganmiz, majbur bo'lganmiz. Deyarli 1000 ga yaqin to'lardim. Bir xonali kvartiraga 1000 euro. 1000 euro atrofida to'lardim. Buni
o'zimning Ausbildingda qo'limga degan summa esa O'sha o'ylayapman, hozir 950 ming qo'limga olaman deyapsiz, kvartiraniga 1000 to'layman. 950 atrofida qo'limga tekkan bo'lsa, 1000 atrofida kvartira to'laganmiz. Nima deydi? Inson yaxshi hobbi qilsa, o'sha hobbisi unga yordam berishi mumkin. Shu orqali kunimiz ko'rganmiz, bo'lgan, yaxshi o'tgan. Ya'ni hech qanaqa mini joblar yoki boshqa ishlar qilinmagan. Ya'ni bu yoqda O'zbekistonda ozroq qo'shimcha ishlarga qarashib turganmiz. Shu evaziga imkoniyatni qilganmiz. O'shaning uchun ko'pchilik so'raydi, oilaviy borsam yoki Ausbilding davomida oilamni eplab keta olamanmi degan savollarim juda ko'p bo'ladi. Bu individual javob beriladigan narsa. Ya'ni kimdir o'zini eplay olmaydi. Ya'ni men biladiganlar bor, o'zining xarajatlariga yetmaydi va pul so'rab yuradi. Ya'ni keyingi oydan keyingi oyga 50-100 tanishlardan almashib turadi. Bu bor narsa. O'shaning uchun sharoitdan kelib chiqib harakat qilinadi. Oila deb yaxshi aytdingiz, ya'ni oila deganda bu ko'pchilikda savol bo'ladi. Men Ausbilding qilib bormoqchiman, lekin orada uylanib ketmoqchiman yoki oilam bor, oilamni olib ketmoqchiman deydi. Sizda qanaqa tajriba bor bu borada? Ya'ni o'sha oilani olib ketish yoki kelib uylanib, oilani birlashtirib olib ketish. Ya'ni Ausbilding qilib Ausbilding davomida oilani birlashtirish, ya'ni siz oila qurish yoki oilangizni yoningizga olib kelish bo'yicha tajribaning turli xillari bor. Ya'ni ko'p xillarni ko'rganmiz va o'sha jarayonda ishtirok etganmiz. O'zingiz ham shunday bo'lgan, to'g'rimi? O'zimda ham bo'lgan. Ya'ni men sal yengilroq variantini topganman. Ya'ni bu yerda ham yana networking, ya'ni tanishlar, boshqa narsalar hisobiga. Qanday bo'lgan, o'shani aytsangiz, balki manfaatli bo'lar. Soddaroq qilganmiz, ya'ni chuqurroq planlashtirilgan. Ayolimni ham sodda tarzda OPR vizasi orqali olib borganman. Birinchi olib borib olib, keyin shunday, ya'ni bu endi o'zimizning yurtdoshlar uchun qilinayotgan podkast bo'lgani uchun sal ochiqroq aytish mumkin. Ya'ni hujjatlarda amallab olib ketsa bo'ladi, tanishlaringiz yaxshi anaqa nima deydi, qo'llab-quvvatlaydiganlar bo'lsa, qilganlar ko'p shunaqangi va keyin Germaniyaga kelgandan so'ng esa siz albatta nikohdan o'tishingiz mumkin. Germaniyaning o'zida imkoniyati bor yoki Daniyada imkoniyati bor. Ko'pchilik shunaqa qilishadi, o'zbeklar. Arzonroqda chunki. Arzonroq va tezroq bitadigan narsa. Bu imkoniyati bor, faqat siz moliyaviy isbotlab bera olsangiz. Sizda olayotgan pulingiz siz va oilangizga yetishi kerak, ya'ni ayolingizga yetishi kerak. Yoki ayolingiz ham nimadir ish qilishi kerak. Shu holatlarda mumkin birgalikda. Ikkinchi holat, men shaxsan o'zim guvoh bo'lgan holatim, bir o'rtog'im Ausbilding qilib turib oilasini olib ketdi. Olayotgan daromadi yetmadi. Ya'ni har bir kishiga bilamizki, o'rtacha 900 euro, 800-900 eurodan bo'lish kerak. Agar Germaniyada yashamoqchi bo'lsangiz, mana blokshotga ham shunaqa qo'yiladi. Agar o'qishga boshqa ketmoqchi bo'lsangiz, u nima qildi? Oilaga oldi, mini job qildi, ikkalasi ham yetmadi. O'sha yetmaganiga blokshot qo'ydi, ya'ni muzlatilgan hisob raqam qo'yib, muzlatilgan emas. Hisob raqamida mana menda shuncha pul bor, ya'ni tanishlardan yig'di, yo'qdan yo'qdan qarz oldida, borib Ausländer Behörde'ga borib, mana shuncha pulim bor hisobimda, oyligim shuncha, oilamni olib kelmoqchiman. Buni muammo bo'lmadi, olib keldi. Ikkinchi kurs vaqtida adashmasam olib keldi. Buni ko'pchilik shunday qilishadi, ya'ni bu ommalashgan varianti deylik. Ko'pchiliklarda sal boshida kelishda, O'zbekistonda o'zidan kelishda sal qiynaladi. Shu holatda shper konto degan, ya'ni blokshot qo'yishadi yoki kimdir kafillikka olib berishadi yaqinlaridan. Bu shunaqangi ommalashgan variantlari odatda. Ya'ni iloji bor. Iloji bor. Har qanday holatda Ausbilding qilib ham oilani, o'qib turib ham oilani birlashtirsa bo'ladi. O'qish jarayonida sal qiyinroq bo'lishi mumkin, student bo'lib turib, lekin Ausbildingga nisbatan osonroq. Shunday. Har bir odamning o'ziga yarasha tarixi bor. Ana siz 4,5 yillik tajribangizga asoslanib Germaniyani qanaqa 3 ta minusini va qanaqa 3 ta plusini ayta olasiz. Endi albatta minus pluslari o'ziga yarasha, lekin siz aytishim kerak, mana shularni aytmoqchiman degan plus minuslaringiz bormi? Albatta, ya'ni bunda sonni ko'paytirish ham mumkin, lekin asosiylarini albatta yig'sak bo'ladi. Minuslar, ya'ni biz qiladigan xatolar deylik, ya'ni hech kim xatolardan xoli emas, hamma xatolar qiladi, kimdadir yengilroq, kimdadir qiyinroq kechadi o'sha xatolarning badali. Menda xatolar bo'lgan, tilni yaxshi bilmasdan borganman Germaniyaga boshida. Ya'ni OPR dasturi orqali o'zingizda minus bu. Ya'ni sizdagi minus. Shunday.
Bu mendagi minus. Bu xatoni juda ko'plar qiladi. Ya'ni men Germaniyaga borsam bo'ldi, u yog'ini eplab ketaman. Til bilgan bo'laman o'sha. Men chunki juda udobronman. Ya'ni o'zimiz aytadi-ku, shu istirib olaman dedi. Hamma joydan bemalol tirik chiqaman deydigan bolalar ko'p. Albatta biznikilar juda moslashuvchan, biznikilarcha kirishimli, lekin til doim kalit bo'lib kelgan. Menda o'sha muammo boshida qiynalganman shu tufayli. Ya'ni qiyinchilik deganda men moddiy yoki bir stressli holat bo'lmagan, lekin o'zim ifodalab bermoqchi bo'lgan masalalarda qiynalganman. Va o'shaning uchun boshida juda kuch berib tilni yaxshilaganman. Shuning hisobiga keyinchalik o'zim bilganman-ki, menda til bilganimdan keyingi yashashim va tilni bilmasdan, yaxshi bilmasdan yashagan davrimni farqi bor deganman. Chunki networkingga ham juda yaxshi bo'ladi bu. Bu birinchi minus bo'ladi. Shuning uchun hammaga tavsiya qilardim, maslahat bergan bo'lardim. Bir darajagacha hech bo'lmaganda bu eng kami degan narsani qo'yish kerak o'zi uchun. Ya'ni A2 bilan harakatni boshlayib, bir gap qilamiz, yo'lini qilamiz deyish noto'g'ri. Keyin bir kamida bo'lmasam B2ni olib keyin harakat boshlash kerak. Bu eng berilishi kerak bo'lgan muhim tavsiya til borasida. Ikkinchi narsa esa minuslardan mentalitet hammaga ma'lum, ya'ni Yevropa. Bu ota-onalarga maslahat bo'lardi. Siz ota-ona sifatida farzandingizni chet elga jo'natayotganda unda immunitet hosil bo'lganligiga biroz ishonch hosil qilishingiz kerak. Ya'ni har xil oqimlar, har xil holatlar bo'ladi. Shuning uchun biz albatta musulmon davlatmiz, ko'pchilikning dini shunday va mentalitetimiz o'zbekona, tarbiya, tartib degan narsalar o'ziga yarasha har bir oilada bor. O'sha joyga mentalitetni yaxshilash, ya'ni immunitet hosil qilib olish. Bu ikkinchi muammo bo'lardi. Uchinchi muammo biznikilarda ko'p rivojlangan, ya'ni Germaniyani shunisi yaxshi tomon, ya'ni aslida balki minus yaqindan beri minus bo'lyapti. Bu ham til bilan bog'liq muammolar sababli, misol uchun ko'pchilik aldanishlar, ya'ni work and travel'da ko'ryapmiz aldanishlar, shunaqa narsalar. Bu yerda ham muammo tilda. Imkon qadar o'zingiz tilni yaxshiroq o'rganib borish, ya'ni o'zingiz, ya'ni to'g'ri, misol uchun men qo'shimcha hobby sifatida konsalting qilib buni evaziga albatta haq olamiz, lekin biz, ya'ni men ham o'shaning orqasiga qarab qolganim joyim yo'q. Shuni aytgan bo'lardim, ya'ni har kim o'zi qila oladigan narsalarni bemalol qilishi mumkin. Faqat internet to'la ma'lumotlar, mana misol uchun 2018 yoki 2017-yildan beri to'la ma'lumotlar berib kelasiz, har xil videolar, o'shalar menga asos bo'lgan. Ya'ni o'shalar yetarli bo'lgan, ya'ni ko'p bo'lmasa ham, o'sha paytlar kam edi, lekin o'shalar bilan eplaganmiz. Yaxshi tomonlar, Germaniya juda sotsial, ijtimoiy davlat, ya'ni siz kasal bo'lib qolishingiz yoki ishsiz qolishingiz, bunaqangi jarayonlarda davlat, ya'ni sug'urta sistemasi yaxshi ishlaydi. Shuning evaziga siz albatta och qolib yoki ko'chada qolib ketmaysiz. Bu yaxshi. Ikkinchi, yaxshigina meditsina bor, ya'ni yaxshigina meditsina tizimi. Bu orqali siz bemalol sog'lom turmush tarzi ko'ra olasiz. Xotirjamlik deylik. Ya'ni inson Germaniyaga borganda Amerikadan farqi, Amerikaga borganda odamlar o'zi uchun umr sotib olishi, ya'ni 5 yil ishlayman va necha yillik pul yig'sam o'shani men O'zbekistonda yaxshi yashayman deyish uchun boradi, o'ziga umr sotib oladi. Germaniyada bunchalik pul berilmaganligi uchun, bunchalik ko'p pul topilmaganligi uchun, lekin Germaniyaga borganda xotirjamlik topadi odamlar. Ya'ni juda ko'p muammolar, ya'ni bosimlar, ijtimoiy bosimlar yo'q. Yaxshigina oilaviy hayot kechirsa bo'ladigan davlat. Ob-havosi zo'r. Uchinchi yaxshi plus tomon deb sanagan bo'lardim. Ko'pchilik ahamiyat bermaydi. Siz Germaniyaga borganingizdan keyin musofirchilik, balki boshqa davlatlarda ham shunday ko'raman, o'zbeklarimiz, ya'ni ko'p vatandoshlarimiz, yaqinlar, tanishlarda ko'raman, o'z yaqinlariga imkoni boricha yordam berish, ya'ni ularni qo'llab-quvvatlash hissi juda ortib ketadi. Ya'ni biznikilar ko'p yordam qiladi o'ziga. Siz jamiyatga foydali insondek shaxssiz shundan keyin, ya'ni siz kimgadir yordam bera olayapsizmi, demak jamiyatga foydalisiz. O'zingizni rivojlantirasiz, shu orqali yaqinlarga yordam berib, o'sha orqali jamiyatga foydali odam bo'la olasiz. O'zini o'stirishga juda foydali tomoni bor. Bundan tashqari madaniy hordiqlarga ham juda
e'tibor qaratiladi. Ya'ni o'zingiz ya'ni haftada 5 kun ishlasangiz normal holatda 8 dan 5 gacha deylik, odatiy holatda boshqa vaqtda aytib o'tganimdek madaniy xorliqlar bilan shug'ullanishga e'tibor qarata olasiz. Ya'ni sport bo'lishi mumkin yoki aylanish yoki nemislarning eng katta muammolaridan bittasi bu ular yozda o'rlabimni qayerda o'tkazsam ekan degan muammolardan bittasida, ya'ni yozda ta'tilimni yoki отпуск deydi. O'sha narsani qayerda o'tkazsam ekan deb ko'p o'ylab qolishadi. O'shalarda ijtimoiy muammo o'sha bo'lib turibdi asosan. Shunday. Keling, 3 ta siz kuzatishlaringizdan kelib chiqqan holda barqaror sohalar. Ya'ni deylik, ya'ni xoh bo'lsin kasb yoki yo'nalish. Masalan, siz ham hozir konsalting xizmatini ham yo'lga qo'ygansiz yoki kelyapsiz ham, qaysi sohalarni yurtdoshlarimizga tavsiya qilgan bo'lardingiz? Qisqachagina bir aytib o'ting. Birinchi o'rinda, ya'ni statistika tomonidan haqiqatlar haqida gapiradigan bo'lsak, ya'ni shaxsiy tavsiyadan ko'ra statistikaga gapiradigan bo'lsak, meditsina, pufligi sohalari albatta Germaniyada talab ortib borayotgan va bu kelgusida yana ortadigan soha. Men taklif qilgan bo'ladim ko'proq shu meditsina, pufligiga endi hammaning o'zining tanlovi, lekin meditsinaga ko'proq kuch berish mumkin. Yaxshi tomoni, bizni o'zbeklar qancha ko'p u yoqda doktor sifatida, ya'ni shifokor sifatida ishlasa, bu qachondirki o'zimizga foydali bo'ladi. Ular baribir qaytadi. Ya'ni bizni o'zbeklarda ko'p narsa bor, ya'ni nemislar aytadi, land pflanze deydi. Shunaqa vatanga qaytish hissi bo'ladi. Bu birinchisi meditsina. Ikkinchi soha sotsial sohalar. Ya'ni Germaniyada hozir bu rivojlangan, albatta buni kerakli joyini bilim sifatida olish kerak, olib kirish kerak. Ya'ni ruhiyat bilan bo'lgan kasblar borda, ya'ni psixologlar. Bizda shu bo'yicha juda keyin fonetik tomondan, ya'ni ko'pchilik muloqotida qiyinchilik, shunaqangi deb bor sohalarda u yoqda ham talab ko'p va O'zbekistonda ham bu kelajakda ko'payadi va ko'p ham hozir ham yaxshi psixologlar, yaxshi mutaxassislar hozir ham yetishmaydi. Bizda ham, u yoqda ham. Bu ikkinchi soha bo'lardi. Uchinchi soha albatta kasbga xiyonat qilish yo'q. Bu statistika ham aytib kelyapti. Harakat qilish mumkin, hech qachon qo'rqmang. Meni yo'nalishimni yoki IT sohasidagi kasbimni kelajakda sun'iy intellekt olib qo'yadi va men ishsiz qolib ketaman deb turib. Agar boshida aytganimdek, ishsiz qolib ketish bo'ladigan bo'lsa, siz boshqa kasbda ham ishsiz qolib ketasiz. Faqat qachonki siz o'sishdan to'xtagan paytingiz albatta qolasiz. Zo'r. Xo'p, endi baribir ham bu soha hamma joyda ham, nafaqat Germaniyada, balki butun dunyoda, Yevropada asosiy muammolardan bittasi, chunki qarish yuqori va yaqin kelajakda bu sohalar yana o'sadi, kamaymaydi. Keling, men bu yaqinda chiqqan qonunga qisqacha to'xtalib o'taylik. Qonundan emas, imkoniyat. Ya'ni nomi ham o'z imkoniyat kartasi, shansin karta. Bu haqida tushunchangiz bormi? Bu haqida albatta tushunchamiz bor. Tajribada bir marta sinaldi, ikkinchi, uchinchilar protsessda, lekin qancha vaqt ketdi mana shu jarayon? Ya'ni shansin karta bu imkoniyatlar kartasi, bu Kanadada allaqachon yo'lga qo'yilgan. Germaniya mana shuni 1 yildan beri targ'ib qilyapti. Bu degani sizdan asosiy talab qilinadigan narsa 3 ta narsa. Birinchisi mutaxassislik, ya'ni xoh kollej, xoh universitet. Shunday. Ikkinchisi til bilimi, ya'ni boshlang'ich darajadagi nemis tili yoki yuqoriroq darajadagi ingliz tili, ya'ni A1 kamida nemis tilidan, ingliz tilidan B2. Ikkalasidan bittasini bilish yetarlicha. Uchinchisi moliyaviy holat. Mana shu 3 ta narsani agar siz ta'minlab bera olsangiz, bu kartaga, ya'ni bu imkoniyat kartasiga hujjat topshirishingiz mumkin va mana shu karta orqali Germaniyaga yashashga va ish izlashga ega bo'lishingiz mumkin. Tajribangizda qancha vaqt ketdi mana shu kartaga topshirishda? Va topshirgandan so'ng viza chiqishiga qancha vaqt ketdi? Bizda hozirgi kunda hamma ko'pchilik bilashadi, ya'ni terminlar bilan muammolar bor. Ya'ni Germaniyani o'zida bu haqida yangilik e'lon qilindi. Hammamiz bilamiz, O'zbekistondagi Germaniya elchixonasida termin olish, ya'ni bu yerda ham bo'lib qo'yilgan, ajratib qo'yilgan, ya'ni kasbiga yoki sohasiga qarab
Germaniyada bu yangilik e'lon qilindi, ya'ni Shasen karta bo'yicha imkoniyatlar haqida e'lon qilindi, shu bo'yicha viza olish mumkinligi haqida hamma joyda rasmiy nima deydi, hujjatlar tasdiqlandi, lekin eng qiziq va balkim kulguli ham tuyular, O'zbekistondagi elchixona bu haqida bexabardek. Alohida hujjat topshirish bo'limi yo'q bu. Alohida bu uchun hujjat topshirish yo'q, alohida bu uchun termin olish yo'q. Siz bilmaysiz nima qilish kerakligini. Keyin birinchilardan bo'lib elchixonaga email yozdik, so'rov tarzda nima bo'ladi, nima qo'yadi va keyin o'sha joyda bir kulguli javob olindi, ya'ni nima deydi, o'sha darajadagi javob olinmadi, ya'ni kutilgan javob olinmadi va juda kulgili. Ya'ni bu muhim narsa ko'pchilik uchun ham, hamma nemislar ham aqlli, juda kuchli odamlar emas. Ular ham bizdek har xil chiqadi orasida, to'poylari ham bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda. Lekin kulgili javob keldi, undan keyin izohlab tushuntirildi, nimaga bunaqa javob, tartibli biz mana bunaqangi holatni boshlamoqchimiz. Mana qonun chiqdi, hamma joyda imkoniyat bor. O'shandan keyingina alohida termin berildi. Hozir termin bor o'sha uchun. Shasen karta uchun yo'q, bilishim bo'yicha. Shasen karta uchun haligacha ham alohida bo'lim yo'q. Lekin siz ishchi bu borish sifatida topshirasiz. Siz alohida o'zingiz so'rovnoma yuborasiz, menga termin beringlar, mana shu narsa uchun men hujjat topshirmoqchiman. Shundan keyingina bemalol hozir omadingiz kelsa tez fursatda termin beradi. Tez fursati ham 3-4 oyning orasida. 7 oygacha deb hozir 7-8 oygacha cho'zilyapti. Kelyapti, lekin balki ertaroq kelishi ham mumkin. Shunday, bu birinchi variantda qilgandik. Keyingilarini esa bizlar hozirgi, ya'ni Ausland portal chiqqan, o'sha orqali diplodi o'shanda. O'sha yerda topshirganmiz. Bu yerda ham proses o'ziga yarasha cho'zilyapti. Ya'ni inson, ya'ni har kim digital qarab tura oladi, bemalol qayerda proses qayerda, lekin u yerda ham sababsiz cho'zib qo'yadi vaqtlarni. Xo'p, hujjat topshirib bo'ldi ham deylik. Masalan, termin berdi va siz hujjatni topshirib chiqdingiz elchixonaga. O'shandan so'ng qancha vaqt ketdi yoki qancha vaqt ketyapti? Bizdagi birinchi test mijozimizda 6 haftada chiqqan. 2 oy. 2 oy deyarli. 1,5 oyda. 1,5 oydan ko'proq viza chiqdi. Ya'ni 6 oyga viza olindimi yoki 1 yilgami? Bank shoti 1 yilga bo'lganligi uchun 1 yilga berildi. Lekin bu viza turini aslida 6 oydan boshlab ham beantragan qilsa bo'ladi. Ya'ni shunday hujjat topshirib 6 oydan boshlab qo'ysa bo'ladi. Ya'ni boya aytib o'tganimdek blok shot qo'yish kerak, shperkonto deyiladi, muzlatilgan summa, o'shani 6 oydan boshlab 1 yilgacha. Bemalol. Ya'ni bu narsani 6 oydan keyingi mijozlarimizga 6 oylik qildik. Ya'ni u birinchisida puli bor edi, imkoniyati bor edi, o'sha holatga keyin muammolarsiz, hech qanaqa kamchiliklarsiz chiqishini xohladik va o'sha 1 yilga qo'ydi. Oldi. U kishi vrach edi aslida. Qancha vaqtda ish topib ketdi? Va til darajasi qanaqa edi? Til darajasi B2 edi. B2 ancha yuqori. Hozirgi kunda meditsina shifokanga ishlaydi sohasiga ham ish topish qiyin bo'lib qolganligi uchun O'zbekistondan turib MFA deb qo'yamiz. MFA. O'shanga nima deydi, sabr kosasi to'lgan holatda bo'ldi, nima bo'lsa bo'ldi, xarajatlar ketsa ketsin, boray deganda. Germaniyaga borgandan so'ng shu 1 oy, 1,5 oy hech qanaqa ish izlamadi boshida. Shunchaki nima deydi, ketkazilgan nervlarni, energiyani tiklash bilan ovora bo'ldi. Ya'ni biz ishni oxirigacha yetkazdik. 3 oydan keyin ish topdi, 4,5 oydan keyin ishini rasmiy boshlashga ulgurdi. Ya'ni 4,5 oyda borganidan so'ng ishni rasmiy boshlashga ulgurdi. O'shandan so'ng, ya'ni unga rasmiy ishga ruxsat berilgandan so'ng bankdagi hisob raqami yechildi. Ya'ni u qaytib oldi qolgan qismini. Aslida bu hisob raqam shunaqasiga ham birov uchun emas, o'zingiz uchun har oy 1000 euro atrofida yechib olasiz, 1091 yechib olsangiz bo'laveradi. Lekin siz aytyapsizki, ish topgandan so'ng 1 oydan keyin bu degani borib 1 oydan keyin topsa ish, bu degani to'liq yechib olsa bo'ladi. Pulini qaytib yechib olsa bo'ladi, to'liqligicha, ya'ni bittada, ya'ni odatiy holatda har oy bo'lib berar edi, lekin bu ish topdi. Bunda kirim joyi aniq, o'sha holatdan keyin bu narsani bank bilan, ya'ni shu blok shot qo'yiladigan bank bilan tushuntirilgandan keyin muammo bo'lmadi. Zo'r. Yana bitta qo'shimcha ma'lumot, ya'ni bu degani blok shot qo'yish bizni nazariyamiz bo'yicha majburiy, lekin amaliyotda hali sinab ko'rilmadi. Ya'ni siz Germaniyada bu viza turi bilan borib 20 soatgacha ishlash huquqiga egasizda. Bu degani siz aslida
aslida qonun bo'yicha qaraydigan bo'lsak, O'zbekistondan turgan holatda ham Germaniyadan ish beruvchi topib, balki tanish orqalidir o'sha qanaqadir yo'l bilan topib shartnoma qilsangiz va u ish beruvchi sizga qanchadir summa chiqarish haqida shartnoma qilinsa, aslida elchixona viza berishga majbur. Albatta. Hech qanday отказ qilishga, ya'ni rad javob berishga asos yo'q. Sababi o'sha blokshotga qo'yiladigan summani siz ish beruvchidan olyapsiz. Masalan, deylik 1000 yevrodan ziyodroq siz summa oladigan bo'lsangiz, o'sha nimani qo'yishingiz ham shart emas. Bu nazariyada hali. Bu nazariyada. Lekin qonunchilik bo'yicha mana shu narsa ham mavjud. Ya'ni Qonunchilik bo'yicha albatta. Ba'zida bilmasligi mumkin. Sinab ko'rsa arziydi, hech narsa yutqizmaydi odam. Shunday. Xo'p, o'ylaymanki bugungi intervyumiz yoki podkastimiz foydali bo'ldi ko'pchilikka. Agar qanaqadir qo'shimcha savollar bo'lsa, albatta kommentariyga yozsa bo'ladi. Siz bilan yaqin orada menimcha Germaniyada ko'rishamiz. Men Nasib qilsa 3 kundan keyin ketamiz. Qachon ketasiz? 1-2 hafta shu yerda bo'lsa. Hozircha shu yerdasiz. Xo'p. Agar mabodo qanaqadir qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozish mumkin. Biz balki yana ko'rishib, mana shu savollar bo'yicha yanada chuqurroq ketishimiz mumkin. Kattakon rahmat Serdor sizga bugungi ma'lumotlar uchun. Ko'pchilikka noma'lum bo'lgan yoki ikkilanayotgan ma'lumotlar o'ylaymanki siz tomoningizdan berildi. Ya'ni o'sha IT bo'yicha Ausbildung yoki Chancen karta bo'yicha yoki Ausbildungni qisqartirib bo'lmasligi yoki til darajasini muhimligi, ya'ni sertifikat kerak-kerakmasligi, bular sizni shaxsiy tajribangizdan o'tgan va ishonchli deb o'ylayman. Chunki bu narsalarga ko'pchilik ikkilanadi. Kattakon rahmat taklif uchun. Umid qilamanki, ketkazgan vaqtiga muxlislaringiz, kuzatuvchilaringiz rozi bo'lishadi. Umid qilamanki, kerakli informatsiyalarni boricha bera oldik. Endi ko'pchiligi shaxsiy tajriba, shuning uchun hammasi ham nima deydi, mahsulot sertifikatlangan deyilganidek, hammasi ham sizda o'xshamay qolishi mumkin, lekin bu holat o'xshaganlari aytildi faqat. Kattakon rahmat. Salomat bo'linglar.